AQSh va Eron mojarosi yanada keskinlashmoqda. Urushga mintaqaning boshqa davlatlari ham jalb etilishi mumkinmi? Yevropada misli ko'rilmagan harorat qayd etilyapti. Qaysi sohalar ko'proq zarar ko'rmoqda? Assalomu alaykum. Bugun 2-avgust yakshanba. O'tayotgan haftada AQSh va Eron o'rtasidagi qarama-qarshilikning keskinlashuvi xalqaro beqarorlikning asosiy omillaridan biriga aylandi. Bu ziddiyat oqibatlari ikki davlat munosabatlari doirasidan chiqib, butun Yaqin Sharq mintaqasiga ta'sir ko'rsatmoqda. AQShning Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bilan bog'liq obyektlarga bergan aviahujumlardan so'ng Eron va uni qo'llab-quvvatlaydigan Shia jangarilari va boshqa buzg'unchi qurolli guruhlar javob harakatlarini kuchaytirdi. Raketa va uchuvchisiz parvoz apparatlari orqali amalga oshirilgan hujumlar Iroq, Iordaniya, Kuvayt, Misr hamda Fors ko'rfazi akvatoriyasiga yoyilib, mojaroga yangi davlatlarni ham jalb etish xavfini oshirdi. Keskinlashuvda Yamanda faoliyat yurituvchi Ansorulloh, ya'ni Husiylar Shia jangarilari alohida o'rin tutmoqda. Ushbu Shia buzg'unchilari guruhi mamlakat shimoli, jumladan poytaxt Sano shahrining katta qismini nazorat qiladi. Ko'p yillik fuqarolik urushlari davomida Husiylar zarb beruvchi dronlar, qanotli va ballistik raketalardan iborat salmoqli harbiy salohiyatni shakllantirdi. Eronning siyosiy, harbiy va texnologik ko'magi tufayli harakat qarshilik o'qining muhim bo'g'iniga aylanib, Tehronga o'z qurolli kuchlarini bevosita urushga jalb etmagan holda AQSh va uning mintaqadagi ittifoqchilariga bosim o'tkazish imkonini bermoqda. Husiylar nafaqat harbiy obyektlarga, balki energetika, infratuzilmasi va xalqaro dengiz savdosi yo'nalishlariga ham muntazam hujumlar uyushtirib, jahon savdosi xavfsizligiga tahdid solmoqda. So'nggi kunlardagi eng muhim voqealardan biri Saudiya Aramco kompaniyasining Abqayq shahridagi neft majmuasiga dronlar orqali qilingan hujum bo'ldi. Neft ishlab chiqarishda jiddiy uzilishlar kuzatilmagan bo'lsa-da, ushbu hodisa dunyodagi eng yirik neft obyektlaridan birining xavfsiz emasligini yana bir bor namoyon etdi. Shu bilan birga Husiylar Bob-al-Mandub bo'g'ozi orqali o'tadigan xalqaro kemachilikka bosimni kuchaytirish niyatini bildirmoqda. Mazkur strategik dengiz yo'lagi Yevropa va Osiyo o'rtasidagi savdoning muhim qismi hisoblanadi. Agar vaziyat yanada keskinlashsa, global logistika zanjirlari buzilishi, dengiz tashuvlari qimmatlashuvi hamda jahon neft narxlarining yanada oshishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Harbiy keskinlik xalqaro moliya bozorlariga ham zudlik bilan ta'sir ko'rsatdi. Investorlar kapitalni xavfsiz aktivlarga yo'naltira boshladi. Neft narxlari va Yaqin Sharq orqali dengiz tashuvlarini sug'urtalash xarajatlari oshdi. Shu bilan birga AQSh federal zaxira tizimining foiz stavkalari bo'yicha qarorlari kutilgani mintaqadagi inqirozning global iqtisodiyotga ta'sirini yanada kuchaytirdi. Qolaversa, harbiy to'qnashuvlarga qaramasdan diplomatik muloqot kanallari ham saqlanib qolmoqda. Qatar, Ummon, Pokiston va boshqa bir qator davlatlar Washington hamda Tehron bilan aloqalarni davom ettirib, vositachilik qilishga intilyapti. Ularning asosiy maqsadi mojaroni to'liq mintaqaviy urushga aylanib ketishining oldini olishdan iborat. Bunday ssenariy Hormuz bo'g'ozidagi dengiz qatnoviga jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Mazkur bo'g'oz orqali jahon neft eksportining qariyb 5 dan 1 qismi amalga oshiriladi. Umuman olganda, iyul oyi oxiridagi voqealar Yaqin Sharqdagi inqiroz hali ham global beqarorlikning asosiy manbalaridan biri bo'lib qolayotganini tasdiqlayapti. AQSh va Eron o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri keng ko'lamli urush boshlanmagan bo'lsa-da, ularning ittifoqchi qurolli guruhlar, xususan Husiylar kabi qurolli guruhlar bilan harakat qilishi mojaroning yanada kengayishi xavfini saqlab qolyapti. Bu esa xalqaro xavfsizlik, energetika bozorlari va jahon savdosiga uzoq muddatli ta'sir ko'rsatishi shubhasiz. Yevropa so'nggi yillardagi eng og'ir issiqlik to'lqinlaridan birini boshdan kechirmoqda. Yuqori harorat, uzoq davom etayotgan qirg'oqchilik va kuchli shamol O'rta Yer dengizi mintaqasida keng ko'lamli o'rmon yong'inlari uchun xavfli sharoit yaratdi. Iqlim kuzatuvchilariga ko'ra, Yevropa qit'asi so'nggi 10 yilliklardagi global o'rtacha ko'rsatkichdan deyarli 2 barobar tez isiyapti. 2024-yil Yevropa tarixidagi eng issiq yillardan biri bo'lgan bo'lsa, 2026-yilgi yoz mavsumi ekstremal harorat va qurg'oqchilik bilan boshlandi. Yevropa ittifoqining Kopernik iqlim kuzatuv xizmati ma'lumotlariga ko'ra, Janubiy Yevropa mamlakatlarida havo harorati ayrim kunlarda Selsiy bo'yicha 40 gradusdan oshib ketdi. Ispaniya, Fransiya, Italiya va Gretsiyaning ayrim hududlarida yer namligi keskin pasayib, yong'in tarqalishi uchun yuqori xavf darajasi qayd etildi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, iqlim o'zgarishi sababli issiqlik to'lqinlari nafaqat tez-tez, balki uzoqroq davom etmoqda. Eng og'ir vaziyat Fransiya va Ispaniyada kuzatilyapti. Ispaniyada har yili o'rtacha 100 minglab gektar o'rmon maydonlari yong'in xavfi ostida qoladi. Ayrim yillarda esa yong'inlar 300 ming gektardan ortiq hududni qamrab olgan. Fransiyaning janubiy hududlarida ham minglab gektar o'rmonlar yong'indan zarar ko'rdi. Yong'inlarni o'chirish ishlariga minglab o't o'chiruvchilar, o'nlab maxsus samolyot va vertolyotlar jalb etildi. Ayrim hududlarda aholi va sayyohlarni evakuatsiya qilishga to'g'ri kelmoqda. Gretsiyada esa qurg'oqchilik va yuqori harorat yong'inlar xavfini yanada kuchaytirgan. Mamlakat so'nggi yillarda Yevropa davlatlari orasida
eng ko'p takrorlanayotgan o'rmon yong'inlaridan zarar ko'rmoqda. Yong'inlar nafaqat tabiiy boyliklarga, balki turizm sohasiga ham jiddiy iqtisodiy zarar yetkazyapti. Markaziy Yevropada asosiy muammo suv tanqisligi. Uzoq davom etgan qurg'oqchilik natijasida Dunay daryosi suv sathi keskin pasayib ketgan. Dunay 10 ta davlat hududidan o'tib, Yevropa iqtisodiyoti uchun muhim transport yo'lagi hisoblanadi. Daryoning uzunligi qariyb 2850 kilometr bo'lib, u orqali har yili millionlab tonna yuk tashiladi. Suv sathining pasayishi natijasida kemalar yuk sig'imini kamaytirishga majbur bo'lmoqda. Bu esa tashish xarajatlarini oshirmoqda. Serbiya, Bolgariya, Vengriya va Ruminiya hududlarida ayrim kemalar harakati cheklandi. Ayrim joylarda daryo tubida avval suv ostida qolib ketgan obyektlar, jumladan tarixiy artefaktlar ham ko'rinib qolgan. Iqlimiy inqiroz energetika sohasiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Dunay suvi bir qator elektr stansiyalarida sovutish tizimi uchun ishlatiladi. Vengriyadagi Paksh atom elektr stansiyasi suv harorati va sathining o'zgarishi sababli ish rejimini moslashtirishga majbur bo'lgan. Bu holat Yevropa energetika tizimida iqlim omillarining roli ortib borayotganini ko'rsatadi. Qishloq xo'jaligi ham katta bosim ostida qolgan. Qurg'oqchilik don, sabzavot va yem-qashaq ekinlari hosildorligiga salbiy ta'sir ko'rsatib, oziq-ovqat narxlariga bosim o'tkazishi mumkin. Yevropa fermerlari uchun suv resurslarini boshqarish va sug'orish tizimlarini modernizatsiya qilish asosiy vazifalardan biriga aylangan. Yevropa duch kelayotgan hozirgi issiqlik to'lqini oddiy mavsumiy ob-havo hodisasi emas albatta. Bu iqtisodiy, energetik va infratuzilmaviy xavfsizlikka ta'sir ko'rsatuvchi tizimli muammoga aylanib bo'lgan. Yong'inlar, qurg'oqchilik va daryolar suv sathining pasayishi Yevropa davlatlarini iqlim o'zgarishiga moslashish strategiyalarini tezlashtirishga majbur qiladi albatta. Yaqin yillardagi suv resurslari, energetika va tabiiy ofatlarga tayyorgarlik masalalari Yevropa siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib qolishi shubhasiz. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tahlillarimiz shulardan iborat edi. Keyingi yakshanbada uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.